Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен boks жаңалықтары videoni бастамас turib arnaga tirkelib videoga like bosуды unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар tek qana bizda bo'ladi. Canelo ma Sadriddin ba kim mıqta? Canelo Alvarez bilan Sadriddin Ahmedovni solishtiruv qiziqdi. Biroq ikkovi de har turli dengedagi bokschilar. Qarapayim tilmen solishtirib ko'raylik. Canelo Alvarez Meksika, jasi 34, rekordi 60 jeniz, 39 nokaut, 2 jeniz, 2 tan. Tajribesi 15 yillik astam kasb-qo'y boksda Alim chempioni 4 salmoq darajasida chempion bo'lgan. Uzluq qarshilashlar Gennadiy Golovkin, Mayweather, Kavaleva, Bivol, Playton және tag'i boshqalar. Stil kombinatsiyaмен жұмыс istedi. Qo'rg'anish pen shabuvulni yaxshi ulashtiradi. Sadriddin Ahmedov Qozog'iston, jasi 27, rekordi 15 jeniz, 13 nokaut, 1 tan, tajribesi 6 yil kasb-qo'y boksda hali Alim chempioni bo'lgan yo'q, biroq bo'lajaqqa umidi bor. Qarshilashlari o'rta dengedagi bokschilar bilan кездескен. Stili agressivlik, kuchli soqqisi bor, nokautlar stili. Qo'rtinda hozirgi vaqtda Canelo allaqayda tajribali har turli bokschi. Ol alikatlik dengeda o'zining dalildagan. Sadriddin o'ta talantli ari bo'lishagi zo'r, biroq ali Canelo siyaqti dengedagi qarshilashlarмен chiqqani yo'q. Agar Sadriddin durust yo'lмен damib alimda arenada o'zini ko'rsatsa, bo'lajaqda Caneloning dengeyini yetuvi mumkin, biroq dal hozir Canelo miqtiroq. Qo'rtinda Canelo texnikalik jag'idan alqayda yetuklikda, tajribali strategiyalik o'ynaydigan bokschi. Sadriddin fizikalik miqti soqqisi og'ir, bo'lajagi zo'r, biroq texnikamen qo'rg'anisi jag'idan ali o'rganadigan narsalari o'ta ko'p. Agar ikkovi hozir кездесib qolsa, Canelo taktikalik jag'idan bosim bo'lar edi, biroq 2-3 yildan Sadriddin damib sol dengeyga yetuvi mumkin. Sizlarmen boks жаңалықтары bo'ldi. Arnaga tirkelib videoga like bosуды unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар tek qana bizda bo'ladi.